onajonim, jannatim. Nima ayb pishib qo'yding? Shunimi? Nima ishingiz bor onajonim, buyuring qilaman. To'g'risini ayt, nima palakatni boshlading? O'rtalaringiz bizani sumalak qilsa bo'ladi. Bekorlarni 5 tasini yebsan, boringlar boshqa joyda qilinglar. Bizani uyda sumalak bo'lmaydi. Zebo, lekin bu qozoninglar kichkina. Ana, endi sumalakni boshqa joyda qilasizlar. Qo'shninikini olib chiqamiz, kattasi bor. Mana shu o'chog'i bilan. Davay olib chiq unda. To'xta. Xush kelibsizlar. Zebo biza kiyim bo'ldik. Stilada kiyimlar, oyimi kiyimlariga o'xshirkan. O'zi meniki Zebo. Meni kiyim lo'lilarnikiga o'xshirkan. Mayli kiyurdim. To'yga deb olganman, hali bir marta ham o'zim ham kiymadim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim, ko'ksimda yondim. Qozon o'choq tayyor. Sirdosh topdim, mo'jizali mo'jiz tosh yo'llarimda bo'lur tosh, bir umr mushtoq qildim, tugadi tobek bardosh. Mana bu topganmiz. Yigitlar bu o'tininglar kam. Yana olib kelamizda. Zebo, ading ko'rinmayaptilarmi? Rostdan ham. Bir dona ham kiyimim qolmabdi. Endi nima kiyib chiqaman ko'chaga? Shu Zeboli juda zo'rda, qara o'zligi kiyim berishda, sal katta ham mayli. Zebo o'tin qolmayapti. Xos xalqqa kelaman. Qo'shni o'tininglar bor. Bo'ldi, shart emas, o'tiraveringlar. Mana mashina yoqib turib qolgan uchtasini hozir olib kelaman. Men Tohir dodani hassalari top belli qislataman deguncha qaysidir iflos o'g'irlab ketibdi-da, mabodo ko'rmadinglarmi? Mana bu hassani. Ko'rmading? Mabodo ko'rib qolsanglar, telefon qo'rasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, ha. Tosh. Yuvmidi o'zi? Yuvish kerak. Hamma sumalakda ikkita yoqimsiz xotin keladi-yu. O'shalar keldi. Voy, charchab qolmaydim, uyimdan stul ham ko'tarib chiqdim. Charchagan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib kelgan stulda o'tirib tura qoling. Mana Sharboy akaning eshigini o'g'irlab ketishibdi. Mana buni qarang ekan. Yo'q, ko'rmadik. Mabodo ko'rsanglar, telefon qo'rasizlar, xo'p? Bo'ldi, ha. Qanaqadir zerikarli bo'lyapti. Balkim kolonka olib kelib o'ynaymiz. Yo'q. Tak rasman uyimda kalonka bor-ku. Sochini shamollar maydalar. Voy, tinchlikmikin? Tashqarida nima baqir-chaqir? Yuringlar chiqib ko'ramiz. Bolalarimiz bilan tarbiyali, aqlli-da. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Pinxona shoshgan qancha, uyingdan chiqmaysan, o'zgarding ancha. Odamday gaplashaylik, qiynama buncha. Nazira, nazira, nazira. Yuragimni ezma nazira. Ichmaymizmi? Jinnimiz. Birovda uyda ichmaymiz-ku. Tugabsan-ku. Meni qolishimga uyimdagilar ruxsat bermadi. Maniya. Voy, xibimman, men qolaman sen bilan. Sen qolishingga oyim ruxsat bermaylar, sen ketur. Onajonim, keling, qo'llaringizdan bir o'ping. Yana nima iltimosing bor? O'rtalarim qolishsa, voysidan so'rab bering. Mani xolama xos ham uxlaganda qora kesiramiz. Boshida kamalak, toshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak. Niyati yaxshi bo'lsin, qadami Sumalak pishdi, chiqlaring. Navro'z yozgan dasturxon, rizq bilan to'liq bo'lsin. Kun boshida kamalak. Ha, chaqirdingmi? Uyimizda idish olib kelman, mana shuni berib turinglar. Ha, og'ir bo'pti. Bobom to'g'rat qilardi. Mayli. Uyimda idish yo'q edi, men buni oldim. Au. Idishinglarni yuvib qo'ydim. Mayli, deys, rahmat. O'zimni uyda qolib ketibdi, shunga solib olib ketaman. Bo'latsan. Следующий. Sen bola menga yoqmading. Toshli joyi senga. Obke. Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar, maktabda ko'rishguncha. Mana onajonim bir kunlik sumalak o'tdi ketdi. Hamma xursand. Nima o'zgardi? Qarang, hech narsa o'zgargani yo'q. Hamma yotdi. Top-toza. Hech narsa bo'lmadi. Uyimda o'tin qolmadi, idish qolmadi. Ahvolini qara uyga. Zato bizga ko'proq sumalak qoldi. Navro'z muborak onajonim.
San qiz bu yoqqa kelgin. Onajonim hokipoyizni olay kechiring. Bechora farzandingiz bir oy qiling, iltimos kechiring. Nima desiz qilaman? O'rtoqlaring ham, sumalaging ham boshingda qolsin.